Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda ham muhim hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan, moliyaviy ahvolingizni va hattoki erkinligingizni xavf ostiga qo'yishi mumkin bo'lgan mavzu haqida gaplashmoqchiman. Siz ham bilmagan holatda katta jarimalarga tushib qolishdan, taqiqlarga duch kelib, qattiq jazolarga tortilishdan xavotirdamisiz? Atrofimizda juda ko'p narsa o'zgaryapti. Qonunchilik tezkorlik bilan yangilanmoqda. Va bu yangiliklardan xabardor bo'lmaslik qimmatga tushishi mumkin. Men bugun sizga aynan shu qattiq jarimalar, yangi joriy qilingan taqiqlar va shularga bog'liq jazolarning eng nozik jihatlari, ularning sizga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumotlar nafaqat sizni ogohlantiradi, balki minglab so'mlik, balki millionlab so'mlik yo'qotishlardan asrab qolishga yordam beradi. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Bu video oxirigacha ko'rishga arziydigan har bir soniyasiga arzishini kafolatlayman. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Azizlar, esingizda bo'lsa, bundan bir necha yil oldin, balki hatto bir necha oy oldin, ba'zi qoidabuzarliklarga nisbatan yengilroq qarashlar mavjud edi. Ba'zi mayda huquqbuzarliklar uchun ogohlantirish berilishi, jarima miqdorining kamroq bo'lishi yoki umuman e'tibordan chetda qolishi mumkin edi. Odamlar ko'pincha hech narsa qilmaydi. Bir martalikdan nima bo'libdi kabi o'y-xayollar bilan harakat qilishardi. Ammo bugungi kunda vaziyat tubdan o'zgargan. Davlatimiz qonunchilikni yanada takomillashtirish, fuqarolarning huquqlari va jamoat tartibini himoya qilish, atrof muhitni muhofaza qilish, yo'l harakati xavfsizligini oshirish maqsadida juda jiddiy choralar ko'rmoqda. Bu degani qoidabuzarliklarga nisbatan munosabat ancha qattiqlashdi, jarimalar miqdori sezilarli darajada oshirildi. Yangi taqiqlar joriy etildi va ularni buzganlik uchun jazo choralari kuchaytirildi. Bunga sabab birinchidan, aholi o'rtasida huquqiy ong va madaniyatni oshirish. Ikkinchidan, mamlakatimizda tartib va intizomni mustahkamlash. Uchinchidan, ayrim qoidabuzarliklarning salbiy oqibatlari jamiyat uchun og'ir ekanligini anglab yetish. Endi har qanday qoidabuzarlikka beparvo qarash nafaqat sizning shaxsiy budjetingizga jiddiy zarar yetkazishi, balki sizning obro'yingizga, hattoki kelajagingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zgarishlar shunchalik shiddatli va keng qamrovliki, ulardan xabardor bo'lmaslik, afsuski, ko'plab insonlar uchun kutilmagan muammolarga sabab bo'lmoqda. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizga eng ko'p uchraydigan va eng qattiq jazolanadigan holatlar haqida batafsil aytib beraman. Ushbu ma'lumotlar ayniqsa kimlarga tegishli ekanligini ham tushuntiraman. 1. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalarning keskin oshirilishi. Bu ehtimol eng ko'p odamga tegadigan soha. Avvallari, mayda qoidabuzarliklar uchun jarimalar miqdori shartli ravishda ilk baza hisoblash miqdori bir ham atrofida edi. Bu taxminan 340 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin edi. Bugun esa ba'zi qoidabuzarliklar uchun jarimalar miqdori keskin oshirilgan. Masalan, piyodalar o'tish joylarida to'xtash, sariq chiziqda turish yoki transport vositasini noto'g'ri joyga qoldirish. Tasavvur qiling, siz do'konga atigi 2 daqiqaga kirib chiqish niyatidasiz va hech kim sezmaydi degan xayol bilan avtomobilingizni bevosita to'xtash taqiqlanadi belgisi ostiga yoki undan ham yomoni piyodalar o'tish yo'lagini to'sib qo'yasiz. Ilgari siz ogohlantirish yoki nisbatan kichikroq jarima bilan qutulib qolishingiz mumkin edi. Endi esa bunday harakat uchun masalan o'tish BHM bu taxminan 1 milliondan 47 million so'mgacha miqdorda jarimaga tortilish bilan birga. Avtomobilingiz vaqtincha jarima maydonchasiga olib ketilishi mumkin. Avtomobilni olib ketish xarajatlari jarima maydonchasida turgan har bir kun uchun to'lovlar ham sizning zimmangizga tushadi. Bu esa yakuniy miqdorni yana bir necha 100 ming, ba'zan million so'mga oshirib yuboradi. Kim xavotirlanishi kerak? Har bir avtomobil egasi, haydovchi, mototsiklchi, hatto elektr skuter haydovchilari ham bu yangiliklardan xabardor bo'lishlari shart. Endi o'tib ketar degan fikr o'tmishda qoldi. Har bir harakat kameraga yoki inspektorning ko'ziga tushishi va darhol jarimaga tortilishi mumkin. Endi o'ta e'tiborli bo'lish va qoidalarga to'liq rioya qilish zarur. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Qoidalarga har doim to'liq rioya qiladigan, avtomobilni faqat ruxsat etilgan joylarga qo'yadigan, belgilangan tezlikdan oshirmaydigan va yo'l harakati madaniyatini hurmat qiladigan insonlar
Ular uchun bu faqatgina boshqalarga tegishli muammo. 2. Atrof muhitni ifloslantirganlik va chiqindilarni noto'g'ri tashlaganlik uchun jazo choralari. Bu soha ham oxirgi paytlarda juda jiddiy e'tiborga molik bo'ldi. Avvalgi paytlarda, masalan, ko'chada chekish yoki mayda chiqindini tashlab ketish uchun jarimalar juda kam edi yoki ba'zan umuman e'tibor berilmas edi. Ammo hozirda jamoat joylarida chiqindi tashlash axlatni belgilangan joyga emas, balki boshqa joyga tashlash, qurilish chiqindilarini noqonuniy ravishda joylashtirish kabi holatlar uchun jarimalar keskin oshirildi. Tasavvur qiling. Siz uyda ta'mirlash ishlarini olib bordingiz va qurilish chiqindilarini oddiy maishiy chiqindilar konteyneriga tashlab ketdingiz yoki undan ham yomoni uyning orqasidagi bo'sh yerga tashladingiz. Ilgari bu uchun ogohlantirish yoki juda kichik jarima berilishi mumkin edi. Endi esa jismoniy shaxslar uchun 10 bahoim taxminan 3,4 million so'm gacha, yuridik shaxslar uchun esa 50 bahoim gacha jarima belgilangan. Hatto oddiy sigaret qoldig'ini jamoat joyida yerga tashlash ham 22 b taxminan 1,7 ming so'm jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Bu chiqindilarni joylashtirishdagi ekologik xavfsizlikka bo'lgan yangi yondashuvni anglatadi. Ko'chalarda o'rnatilgan kuzatuv kameralari va inspektorlar tomonidan bu kabi holatlar doimiy nazorat qilib borilmoqda. Kim xavotirlanishi kerak? Chiqindilar bilan bog'liq masalalarga beparvo qaraydigan har bir fuqaro, ayniqsa qurilish yoki ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlar, jamoat joylarida tartibga rioya qilmaydiganlar, kim xavotirlanmasa ham bo'ladi, o'z uyi va atrofini toza tutadigan, chiqindilarni faqat belgilangan joylarga tashlaydigan, ekologik madaniyatga ega bo'lgan insonlar, o'tu, noqonuniy qurilish va o'zboshimchalik bilan bino inshootlarini o'zgartirish. Bu juda jiddiy masala. Ayniqsa shaharsozlik va arxitektura qoidalari borasida. Ilgari hovlingizga kichik bir ayvoncha qurish yoki uyingizning fasadini o'zgartirish uchun ba'zan ruxsat olish shart emas deb tuyulardi. Yoki bu jarayon qiyin bo'lgani uchun odamlar shunchaki qurishga kirishardi. Endi esa bunday harakatlar uchun jiddiy choralar belgilangan. Tasavvur qiling, siz o'zingizga tegishli yer uchastkasida ruxsatsiz qo'shimcha bir xona yoki garaj qurdingiz. Yoki do'koningizning fasadini, deraza romlarini ruxsatsiz o'zgartirdingiz. Bunday holat aniqlansa, siz nafaqat katta miqdordagi jarimaga tortilasiz. Jismoniy shaxslar uchun 10 BXM dan 20 BXM gacha, yuridik shaxslar uchun 2 BXM dan 1 BXM gacha, balki noqonuniy qurilgan inshootni o'z hisobingizdan buzib tashlashga majbur bo'lasiz. Agar buzmasangiz, majburiy tartibda buziladi va xarajatlar sizdan undirib olinadi. Bu jazo sizning nafaqat moddiy ahvolingizga, balki mol-mulkingizga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kim xavotirlanishi kerak? Har qanday qurilishni rejalashtirgan, uyini kengaytirmoqchi bo'lgan, fasadni o'zgartirmoqchi bo'lgan fuqarolar va tadbirkorlar. Endi har qanday harakatdan oldin tegishli ruxsatnomalarni olish shart. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Faqat ruxsat olingan loyihalar asosida qurilish qiladigan, tegishli organlardan barcha ruxsatnomalarni olgan insonlar. 4. Ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lumotlarni tarqatish va noto'g'ri xabar yangi. Ammo juda jiddiy tus olgan muammo. Ilgari ijtimoiy tarmoqlarda har qanday xabarni baham ko'rish u haqiqatga to'g'ri keladimi yo'qmi, jiddiy oqibatlarga olib kelmasligi mumkin edi. Bugun esa davlatimiz va jamiyat manfaatlari, fuqarolarning obro'si, shaxsiy hayoti daxlsizligi himoyasi uchun ijtimoiy tarmoqlardagi har qanday yolg'on, tasdiqlanmagan yoki fitna xarakterdagi ma'lumotlarni tarqatish qat'iy javobgarlikka tortiladi. Tasavvur qiling. Siz biror bir norozi xabar yoki siyosiy tusdagi ma'lumotni kimdandir eshitdingiz yoki biror postni ko'rdingiz va uni tekshirmay turib o'z sahifangizda ulashdingiz. Agar bu ma'lumot yolg'on bo'lib chiqsa, sizga nisbatan masalan 5 BXMdan 25 BXMgacha, taxminan 7 milliondan 51 million so'mgacha jarima qo'llanilishi mumkin. Agar bu harakatlar jamoat tartibini buzishga yoki jiddiy oqibatlarga olib kelsa, hatto jinoiy javobgarlikka tortilish ham ehtimoldan xoli emas. Bu nafaqat yolg'on ma'lumotlar, balki shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, birovning obro'siga putur yetkazish kabi holatlar uchun ham tegishli. Kim xavotirlanishi kerak? Ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanadigan har bir fuqaro har qanday xabarni ulashishdan oldin uning manbasini tekshirishga, ma'lumotning haqiqatga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qilishga majbur bo'lgan insonlar. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Faqat tekshirilgan va ishonchli ma'lumotlarni ulashadigan
o'z fikrlarini madaniyat doirasida ifodalaydigan va qonunlarga rioya qiladigan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Asosiy qism keki. Qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har bir qoidada istisnolar, tushunilishi qiyin bo'lgan jihatlar va hatto tuzoqlar bo'lishi mumkin. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan asrab qoladi. 1. Yo'l harakati qoidalaridagi istisnolar va noaniq holatlar. Favqulodda vaziyatlar. Agar siz favqulodda holat sababli, masalan, shoshilinch yordamga muhtoj kishini olib ketayotgan bo'lsangiz, qoidani buzgan bo'lsangiz, bu sizni javobgarlikdan to'liq ozod qilmasligi mumkin. Ammo jarima miqdorini kamaytirish yoki ogohlantirish bilan cheklanishga asos bo'ladi. Bunday holatda sizda favqulodda vaziyatni tasdiqlovchi dalillar, shifoxona ma'lumotnomasi, guvohlarning ko'rsatmasi bo'lishi shart. Belgilarning ko'rinmasligi, ba'zan yo'l belgilari daraxtlar orqasida reklamalar bilan yopilib qolishi yoki ob-havo sharoiti, qor, yomg'ir tufayli ko'rinmay qolishi mumkin. Agar sizda bu holatni tasdiqlovchi foto yoki video dalillar bo'lsa, jarima bo'yicha e'tiroz bildirish huquqiga egasiz. Bu tuzoq shundaki, ko'pchilik belgini ko'rmagani og'zaki aytib qutulmoqchi bo'ladi, ammo dalil bo'lmasa, jarima saqlanib qoladi. Vaqtinchalik to'xtash. Ba'zi joylarda to'xtash taqiqlanadi, belgisi ostida ham yo'lovchini tushirish, chiqarish uchun qisqa vaqtga to'xtashga ruxsat beriladi. Lekin bu to'xtab turish taqiqlanadi, belgisiga tegishli emas. Bu nozik farqini bilish juda muhim. To'xtash 5 daqiqadan ko'p bo'lmagan vaqtni anglatadi, to'xtab turish esa uzoqroq muddatni. Bu farqlarni bilmaslik sizni jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Atrof muhitni ifloslantirishdagi noaniq holatlar, organizatsiyalashgan tadbirlar. Agar siz mahalliy hokimiyat yoki jamoat tashkilotlari tomonidan uyushtirilgan umumxalq hasharlarida ishtirok etayotgan bo'lsangiz va chiqindilarni ma'lum bir joyga to'playotgan bo'lsangiz, bu qoidabuzarlik hisoblanmaydi. Ammo bu faqat rasmiy ravishda tashkil etilgan tadbirlarga tegishli kichik chiqindilar, sigaret qo'ldig'i yoki saqich kabi mayda chiqindilarni yerga tashlash ham jarimaga sabab bo'lishini ko'pchilik bilmaydi. Bu qoidaning eng nozik jihati shundaki, odamlar buni ahamiyatsiz deb bilishadi, ammo bu ham jiddiy huquqbuzarlikdir. Xususan, endi bu kabi mayda chiqindilarni tashlash ham video nazoratga olingan holda jarima qo'llanilishi keng tarqalgan amaliyotga aylangan. O'tu, noqonuniy qurilishdagi tafovutlar, kichik ta'mirlash ishlari. Uyingiz ichida kichik kosmetik ta'mirlash ishlari, devorlarni bo'yash, oboy yopishtirish, polni almashtirish uchun ruxsat olish shart emas. Ammo bu ishlarni amalga oshirishda uyning konstruksiyasiga, yuk ko'taruvchi devorlarga ta'sir qilmasligi ishonch hosil qilish kerak. Ruxsat olishdagi murakkablik. Ko'pchilik ruxsat olish jarayonining murakkabligidan shikoyat qiladi va shuning uchun ruxsatsiz qurishga moyil bo'ladi. Bu esa ularni tuzoqqa tushiradi. Aslida zamonaviy tizimlar orqali, masalan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ruxsat olish jarayoni ancha soddalashtirilgan. Murakkablik asosan hujjatlarni to'g'ri tayyorlamaslik yoki jarayonni to'liq tushunmaslikdan kelib chiqadi. Tuzoq. Ba'zi bir fuqarolar ruxsatsiz qurilgan inshootni keyinchalik qonuniylashtirish mumkin deb o'ylashadi. Afsuski, ko'p hollarda, ayniqsa poytaxt va yirik shaharlarda bunday amaliyot deyarli imkonsiz. Hatto inshootni buzishga majbur bo'lishingiz bilan birga katta jarimaga tortilasiz. 4. Ijtimoiy tarmoqlardagi noaniqliklar, shaxsiy yozishmalar va ommaviy postlar. Shaxsiy guruhlardagi yozishmalar yoki shaxsiy xabarlar, agar ular jamoat tartibiga xavf solmasa, odatda jazolanmaydi. Ammo har qanday ma'lumotni ommaviy sahifalarda, guruhlarda ulashish yoki o'z devoringizga joylash jarimaga sabab bo'lishi mumkin. Nozik jihat shundaki, sizning profilingiz yopiq bo'lsa ham, agar u yerda tarqatilgan ma'lumot kimlardir tomonidan screen qilinib, keyin tarqalsa, siz baribir javobgar bo'lishingiz mumkin. Fikr bildirish va faktni tarqatish, o'z fikrini bildirish qonun bilan himoyalangan. Ammo bu fikrni fakt sifatida taqdim etish yoki g'arazli niyatda yolg'on ma'lumotni tarqatishdan farq qiladi. Menimcha bu shunday deyish bilan men bilamanki, bu shunday deyish o'rtasida katta farq bor. Sizning fikringiz kimningdir obro'siga ta'sir qilmasligi, uning shaxsiy hayotini oshkor etmasligi va jamoat tartibiga putur yetkazmasligi kerak. Botlar va fake akkauntlar. Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda har qanday ma'lumotni tarqatuvchi botlar va fake akkauntlar ham qonun doirasida nazorat qilinmoqda. Ular orqali tarqatilgan ma'lumotlar ham aniqlanib, javobgarlikka tortilishi mumkin. Bu ayniqsa axborot xavfsizligi
sohasidagi mutaxassislar uchun muhim nuanji, amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Qanday qilib bu muammolardan qochish va o'zingizni himoya qilish kerak? Mana siz uchun aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. 1. Qonunchilik yangiliklaridan xabardor bo'ling. Doimiy ravishda yangilanib borayotgan qonunlardan boxabar bo'lishga harakat qiling. Buning uchun Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali, Lexus sayti, davlat organlarining rasmiy veb saytlari va yangiliklar portallarini kuzatib boring. Masalan, yangi qonun loyihalari, jarimalar miqdorining o'zgarishi haqidagi ma'lumotlar shu yerlarda e'lon qilinadi. Har bir fuqaroning o'z huquqlari va majburiyatlarini bilishi shart. 2. Shubhalangan vaziyatda mutaxassisga murojaat qiling. Agar biron bir holatda qonun buzilishiga yo'l qo'yganingizdan shubhalansangiz yoki biron bir harakatni amalga oshirishdan oldin uning qonuniyligini tekshirishni istasangiz, advokat yoki huquqshunos maslahatchiga murojaat qiling. Kichik maslahat uchun sarflagan pulingiz keyinchalik katta jarimalardan, sud jarayonlaridan asrab qolishi mumkin. Bilmaslik qonundan ozod etmaydi degan tamoyilni unutmang. O't dalillarni to'plashga tayyor turing. Agar sizga jarima solingan bo'lsa va siz buni asossiz deb hisoblasangiz, o'z aybsizligingizni isbotlash uchun foto-video dalillarni yig'ing. Kameraga tushirilgan jarimalar bo'yicha ham video yozuvini ko'rish imkoniyati mavjud. Jarimaga asosan xulosaga qo'yilgan QR kod orqali yoki tegishli ichki ishlar organlarining saytlaridan kirib ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, guvohlarning ko'rsatmalarini olishga harakat qiling. Bularning barchasi shikoyat yoki apellyatsiya yozishda muhim ahamiyat kasb etadi. 4. Shikoyat qilish tartibini biling. Agar sizga nisbatan asossiz jarima qo'llanilgan deb hisoblasangiz, belgilangan muddat ichida shikoyat qilish huquqiga egasiz. Odatda jarima to'g'risidagi qaror ustidan 10 kun ichida yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish mumkin. Shikoyat arizasini 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini qabul qilganlik to'g'risida belgi qo'ydirib o'zingizda saqlang. Murojaatni Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali myTongup.uz orqali elektron shaklda ham yuborish mumkin. Bu juda qulay va tezkor usul. Shikoyatda nimalarni yozish kerak? A. Kimga yozilayotganligi. Jarima solgan organning yuqori turuvchi rahbari yoki sud nomi. B. Kimdan yozilayotganligi. Sizning ismingiz, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz. C. Jarima qarorining raqami va sanasi. Jarima qachon, qayerda va qaysi qoidabuzarlik uchun solinganligi. Nima uchun bu jarima asossiz deb hisoblaganingizni batafsil bayon eting. Dalillar, guvohlar, vaziyatning nozik jihatlari. Shikoyatning yakuniy maqsadi. Jarimani bekor qilish, kamaytirish yoki ogohlantirish bilan cheklanishni so'rash. Ilovalar, foto, video guvohlarning yozma ko'rsatmalari nusxalari. 5. Proaktiv bo'ling. Muammoga duch kelishdan oldin uni oldini olishga harakat qiling. Masalan, agar sizning uyingizga qo'shimcha qurilish qilish niyatida bo'lsangiz, birinchi navbatda shaharsozlik bo'limiga murojaat qilib, ruxsat olish jarayonini va talablarini o'rganing. Avtomobilingizni qo'yishdan oldin atrofga diqqat bilan qarang, belgilar va chiziqlarga e'tibor bering. Ijtimoiy tarmoqlarda biror ma'lumotni ulashishdan oldin 2 marta tekshiring. Bu sizni kutilmagan moliyaviy yo'qotishlardan asraydi. Xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi kunda qonunchilikdagi o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, davlatimiz har bir fuqarodan yanada mas'uliyatli bo'lishni, qonunlarga to'liq rioya qilishni talab qilmoqda. Yuqorida aytib o'tilgan qattiq jarimalar, taqiqlar va jazo choralari shunchaki qo'rqitish uchun emas, balki jamiyatimizda tartibni o'rnatish, fuqarolarimizning farovonligini ta'minlash, atrof muhitni asrash va yo'l harakati xavfsizligini oshirish kabi ezgu maqsadlarga xizmat qiladi. Sizdan talab qilinadigan esa faqatgina xabardorlik, ehtiyotkorlik va mas'uliyat. Shu sababli bu videodagi ma'lumotlarni o'zingiz uchun chuqur o'zlashtiring va yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Balki bu ma'lumot kimningdir katta muammoga tushib qolishini oldini olarsiz. Sizningcha bu qattiq choralar qanchalik oqlangan? Sizga nisbatan shunga o'xshash holatlar bo'lganmi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni asrang.